Yaxşı ayal, yeni kelib buningdan aqlli ayal shundoq jiq turibdi. Lekin mush men olgan xotinlam shundoq döt chiqib qoldi. Hey, et bayram devatsa yana o'ltirsan-ku. Voy, barliq tayyorlig'ini qilib bo'ldim, uylandim, chestay tozalab bo'ldim, yin qana qilma. Uyni tozalab bo'lding. Tayyorlikni qilib bo'lding. Demak, hech qanday ish qilmadi shundami? Voy ukam, bir ish bo'ldimi? Acha, hozir men ochiqdama utimni yerib og'lyapman. Bir ishni xato qildimmi men? Nimishqa chiqlaysiz menga? O'tib ketgan bir döt xotin olib qolibdi majmua achami. Voy tuzuk yaqina ukam. Ayolingda men yaxshi ayol nereden topsa? Yaxshi ayol, yeni kelib buningdan aqlli ayol shundoq jiq turibdi. Lekin mush men olgan xotinlam shundoq döt chiqib qoldi. Qani dana, buncha yo'llar ko'nglingizni og'ritqidek mazlab nimishni xato qildim? Hey qapaqvash. Et ögün mehmonlar uyi kelsa mush holtingda chiqarsa. Biz mehmonlarning uyiga, ash tuqqanlarning uyiga borsak, yana mush koni kiyimdan olan chiqamsa, Hey, acaba mushnuga chiqlatamsiz? acaba bu ochqonga ish emasmi? Ey, o'g'il degan sirtqi chiqib, maydisi ko'rib, men o'g'il ol desa o'g'il olmaydi o'qdingmi? Hech bo'lmaganda o'zimiz shunchalik so'yga ayolga eng chiroyli kiyimlarni ep berishimiz kerak. Yana kelib muhabbatimizning simvoli bo'lgan uzuklarni pat-pat qulub selishimiz kerak. Mushunda kichikgina ishlarda ayolning muhabbatini texim yuqori pallaga ko'tarishimiz kerak. Buni bilamsa? Shuna hozirla tayyor bo'l. Sen eng yoqtirgan kiyimni ep berma. Bu bayramda eng chiroyli ayol cho'qim mening ayolim bo'lishi kerak. Ha? Acaba menga bermamsa? Men chiroyli bo'lsam bo'lmamda? Qachonsin tashlab qo'ydim acha. Ondan ikkanliga bir taldan uzuk o'xshash. İnim epberdi, yo'ldoshim epberdi deb bir taq qo'ydingmi? Ben bu dadamdan mijozning eski ya bilalg'ini faqat bilamadim.